Alhadaga qo'shilishi birinchi asosiy eng zo'r joyi shu bo'lsa, lekin yana boshqa narsasi boshqa sitvoylarga qo'shilsamchi desanglar bo'ladi. Balki hali 1 yil, 3 yil bo'lmagan sitvoylar bordir, lekin ularda aktivatsiya bor, ya'ni pulli bo'ladi. Har oy buni ol, har oy buni ol. Kecha bitta sitvoy aytdingiz, kamida $50 narsani bir oyda olib turish kerak. U $100, $200. Bizda yo'q. Bizda bir marta o'zingiz uchun mahsulot olasiz, bo'ldi, biznesni boshlaysiz. Keyin har oy mana bunaqa olgin, majburiyat, mana bunaqa qilgin, oy yopgin, oy yop degan narsa yo'q. Umuman yo'q. Ikkinchisi подтверждение, ya'ni bilasizlar, statuslar qilinadi, menejer qilinadi, bronza menejer u yoq bu yoq qilinadi. Bularni ham hozir tushuntiramiz. Bularni har oy подтверждать qilib turishingiz kerak. Bunaqa narsa ham yo'q. Подтверждать qilmasa boshqa sitvoylarda hamma ishlagan mehnatingiz kuyib ketadi. A bu yerda faqat yig'iladi. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsa, mana chiqdingizmi, orqaga tushish yo'q. Faqat tepaga ko'tarilib ketasiz Alhadayda. Undan tashqari kuyish yo'q. Misol uchun sitvoy marketinglarda pul berasiz, bo'ldi, sizga mavhum narsa beradi, o'sha pulingizga arzimaydigan narsa beradi. Kamida pulingizga qo'yasiz yoki aytganimizdek vaqtingizga, mehnatingizga qo'yasiz. Ishlagingiz kelmay qolsa yoki ishlolmay qolsangiz, charchab qolsangiz, kasal bo'lib qolsangiz, aza bo'lib qolsa, bo'ldi, siz oyingizni yopa olmadingizmi, bo'ldi, kuyib ketasiz. Alhadayda unaqa yo'q. O'sha to'xtab qoldingizmi, orada to'xtagan joyingizdan keyin ham davom ettirib ketaverasiz. Oylik muammosi. Ko'p sitvoy marketinglarda katta darajaga erishmaguningizgacha pulingizni chiqarib ola olmaysiz. Ya'ni abnal qilib ola olmaysiz. Shotingizda turaveradi, abnal qila olmaysiz. Lekin o'sha darajaga chiqmasangiz, pulingiz kompaniyaga o'tib ketib qoladi. Siz bo'ldi, ishlamayman deysiz, beringlar pulimni, bermaydi. Shunaqa tarmoqli marketinglar bor. O'zbekistonda ishlayotgan, men oldin ishlaganman, meni pulim qolib ketgan. Men ishlaganman, katta darajaga chiqa olmaganman. Tovarlarga o'sha pul har oy tikish kerak-ku. O'sha pulim qolmagan. O'shanga men o'sha oylik darajasiga chiqa olmaganman. Bizda mana pul tushdi, sразу yechib olamiz. Pul tushdi, sразу yechib olamiz. Undan tashqari haftalik, oylik bonuslar ham bor, oylikdan tashqari. Undan tashqari kredit yo'q. Ya'ni ko'p sitvoy marketinglarda bizda mashina beradi, uy beradi deydi-ku. Juda ham mashhur. Lekin bitta narsani inobatga olinglar. Sitvoy marketinglar mashina, uy berishi uchun sizlar 3 yil ularga ishlab berishingiz kerak. Agar bir kunga, bir oyga mana bunaqa darajalarni yopa olmasanglar, bo'ldi. Sizlarda u bonus ketadi-da. Mashinaga o'zingiz kredit to'lab yurishingiz kerak bo'ladi. Halolligi ham shunda-da. Ko'p joylarga Alhadayda mashina bonusi bor. Sizga berdimi, o'sha kundan bo'ldi, u sizniki. Siz hech qanaqa to'lov qilmaysiz, majburiyatingiz, hech narsangiz yo'q. Naqd pul beriladi. Xohlasangiz naqd pul beriladi, xohlasangiz mashina olasiz. Xohlasangiz uy beradi, xohlasangiz pul beradi. U o'zingizning xohishingiz. Shunaqa pluslari bor.